Narxini aytmabmiz, uzr, narxini aytmabmiz-ku. 3 xil komplektatsiyasi mavjud. 3 xil hozir quyidagi savollarga javob berib o'tamiz. Bu mini laboga qanaqa kategoriya prava kerak deb. Assalomu alaykum og'alar. Boshlagan kuningiz, boshlagan yangi yillaringiz omadli, baxtli, barakali yil bo'lsin. Jayhun Motors jamoasi o'zining yangi studiyasida yangi kuch bilan, yangi intilish bilan siz aziz mijozlar uchun o'z faoliyatini boshladi. Hammani qiziqtirib kelayotgan, hamma uchun trendda bo'lib kelayotgan butun respublikamizdan sotib olinayotgan tovarimiz trenddagi yangi mini labomiz haqida bugun kommentdagi savollarga befurja javob berishga harakat qilamiz. Undan oldin videoni o'tkazib yubormang. Undan oldin qisqacha mini obzori bilan tanishtiramiz. Mototsiklimiz LED faralar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu texnikamiz четырехколесный transportniy средство муравейник bo'lib rastamoshka qilinib turibdi. Ya'ni chegaradan rastamoshka qilgan paytimizda davlatimizga mashina sifatida kirib, lekin muravey nomi bilan kiryapti. Bu muravey bazasidagi mashina hisoblanadi. LED faralar bilan jihozlangan, qo'shimcha tumanli faralari mavjud. Bort razmerlari juda ham salon qismlari katta. Marhamat ko'rishimiz mumkin. Mana bemalol bo'yim 1.72 hisoblanadi. Mana bemalol joy 30 sm joy qolyapti. Gavdasi katta, qorni bor akalarimiz uchun ham bemalol foydalansa bo'ladi. Zadniy kameralar bilan jihozlangan. Bu faqat zadniy kamera, orqaga haydagan paytida orqani olib beradigan moslama hisoblanadi bu tovarimiz. Ya'ni bu tovarimizdan boshqa elektronniy tablolarimiz, eng muhimi laboda yo'q lyuklarimiz mavjud bo'ladi. Mashina rulli, avtomat korobka, pechkalari bor. Salon qismlari shulardan iborat bo'ladi. Obshipkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Qo'ldan kelgancha butun qilib, obshipka qilinib, mana harakat qilingan mashina kayfini berish uchun. Bu muraveynigimizga xudo xolasa litiy akkumulyatorlar qo'yilgan. Вот. Hop. Yubor. Litiy akkumulyatorlar qo'yilgan. Litiy akkumulyator bir zaryad bilan savol bergan ekan. Bir zaryad bilan necha kilometr yuradi? Hozir u savollarga ham javob berib o'tamiz. Bu akkumulyatorimiz 1 yil kafolatga ega. Bitta zaryadi bilan hozirgi kunda kuni kecha gaplashdim. Farg'onaga sotgan klientimiz, mijozimiz aytayaptilarki, qishda kunida 60 kilometr yurib beryapti. Qishda kunida 60 kilometr yursa, yozda bemalol 80-100 gacha bemalol yura oladi. Zavod bizga 70 kilometr garantiya bilan berilgan. 70 kilometrgacha masofa bosish kerak. Endi sovuq kunlarni e'tiborga olgan holda 60 kilometr masofa bosyapti ekan. Bundan tashqari generator ustanovka qilingan. Bu generatorimiz gibrid vazifasini bajaradi. Bu generatorning vazifasi zaryad tugagan paytda ham tok beradi, ham buni yurgizib beradi. Ikkita vazifani bittada bajaradi bu. Ham tok beradi, ham akkumulyatorni zaryad beradi. Bu qurilmamiz 1 litr 1.20 litr bilan 1.2 litr bilan taxminan 1.5 litr bilan deylik, 1.5 litr bilan bitta zaryad to'ldirishga qurbi yetadi. Xudo xolasa mototsiklimiz 1 tonna yuk ko'taradi. Bundan tashqari tentlar ustanovka qilingan. Tentlar raskaladushka hisoblanadi, yig'ilib ham ochilib, ochib yig'ib qo'ysa bo'ladi. Bu endi o'sha yomg'irda, qorda yurish mumkin bo'lmagan tovarlarni solgan paytimizda asqotadi. Bu mototsiklimizni har xil variantlari mavjud. Hozir quyidagi savollarga javob berib o'tamiz. Tak, birinchi savol qanaqa edi? Necha kilometr tezlikda yuradi deyishgan, to'g'rimi? Mini labo 40 kilometrdan 50 kilometr soatgacha tezlik bilan harakatlanadi. Ikkinchi savol qanaqa edi? Bir zaryad bilan necha kilometr yuradi? Bir zaryadi bilan, to'liq zaryadi bilan 70 kilometr masofa yurish tasdiqlangan. Qishning kunida 60 kilometr yurib beradi.
yana bitta savol yozilgan edi. Bu mini laboga qanaqa kategoriya prava kerak deb. Bu pravamiz bu texnikalarimizga yangi chiqqan A1 kategoriya bo'ladi. Agarda sizda A, B, C yoki boshqa kategoriyalar bo'lsa, bu texnikamizni haydashga bemalol huquqingiz bor bo'lib hisoblanadi. Ağalar, hozir biz bilgan 3 ta savolga javob berdik. Agarda sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa yoki xarid qilish to'g'risida savollar bo'lsa, quyidagi telefon nomerlariga bog'lanishingizni so'raymiz yoki kommentariyalarda albatta yozib keting. Biz sizga qo'limizdan kelgancha 100% javob qaytarishga harakat qilamiz. Sog'lom bo'ling, Alloh taolam ishlaringizga baraka bersin. Mini labomizning narxini aytmabmiz, uzr, narxini aytmabmiz. 3 xil komplektatsiyasi mavjud, 3 xil komplektatsiyasi. Faqat akkumulyatori bilan bo'lsa 27 million so'm. Gibrid qilingan bo'lsa 29 million so'm. Gibridning narxi 2 million. Tentimizning narxi 1 million so'm. Xohlagan turda, xohlagan rangda tayyorlab berishimiz mumkin. Og'alar sog'lom bo'ling, Alloh taolam ishlaringizga baraka bersin. Bizni kuzatayotgan barchaga rahmat aytamiz. Like, komment bosishni unutmang. Quyidagi yaxshi ma'lumotlar, Motorola haqida bilish uchun bizga podpiska bosib qo'ying, kerakli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun. Sog'lom bo'ling.